Do'stlar, juda ham bir chiroyli savol chiqdi. 5-6 yil ishlagan odam o'zi avtomatik ravishda dasturchi, senior dasturchisi bo'laveradimi degan ma'noda. Albatta yo'q. Menda masalan 20 yildan ortiq tajribaga bor deb gapirib beraman, lekin mendan ham oldin dasturlashni boshlagan bolalarni bilaman. Ular bir 2-3 ta saytni podдержкасini olgan, oyliklari juda ham yaxshi. Shuning uchun ham rivojlanishga bir intilish bo'lmagan ularda. Buni evaziga ular hattoki mana shu 20 yildan keyin ham juniorligicha qolishgan. Shunaqa bo'lmasligi uchun bolalar har doim o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak, yangi tepa pog'onalarga chiqaverishga harakat qilishimiz kerak. Yil bu shunchaki taxminiy, mana shuncha yil odam ishlasa agar mana shu darajaga yetadi degan bir taxminiy bir qarash. Masalan, bizda ham middle kursimiz bor. Aslida butun bir senior dasturchilar nimani o'rganish kerak bo'lsa, hammasini beramiz. Lekin uni kursni bitirgan odam senior dasturchi deb bo'lmaydi. Shuning uchun ham middle deb qo'yamiz. Bilimlari ko'p bo'lgani bilan hali ishlamagan-ku, hali tajribasi yo'q-ku. To'g'ri, bizda praktikada qanchadir narsalar qilamiz. Shuni evaziga, seniorda bilimlari berilganligi evaziga ular shu 5-6 yil emas, 2 yilda ham bemalol senior dasturchisi bo'lishi mumkin. Mumkin o'zi harakat qilsa. Lekin kursni bitirib birdaniga senior bo'lasan deyish noto'g'ri. Shuning uchun ham middle kursi deb yozib qo'yamiz. Tajriba muhim. Senior dasturchini boshqa dasturchilardan